Shu uyimiz haqiqatan ham qo'g'irchoq bo'lib chiqibdi. Ko'rinishini qaraydi. Korolevskiy stilda qilingan, полностью klassik uslubida qurilgan. Fasadlarimiz travertin toshdan qilingan. Juda ham chiroyli chiqibdi. Kattagina ikkita chetda zeleniy zonalarimiz, landshaftni. Xo'p, bu yerda garajimiz joylashgan. Ikkita mashina bemalol sig'adi. Kalitka eshigimiz, yozgi oshxona va hovli uchun hojatxonamiz. Fasadimiz 100% travertin toshdan qilingan, 6 sutu yer maydoniga ega, 700 kvadrat 6 ta xona. Xo'p, videomiz cho'zilmasligi uchun qisqa video obzor qilib beraman. Tak. Kirganimizda kattagina hol bo'ladi. Juda ham akkuratni, ichlari полностью neoklassik uslubda remont qilingan. O'ng qo'limizda oshxonamiz. Oshxonamiz ranglariga bitta e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Texnikamiz hammasi bo'sh, stolechniy hammasi quyma toshlardan qilingan. Napolniy konverterlar. Har bitta xonada termodatchiklar qo'yilgan, suvni kontrol qiladigan. Tak, zina o'ng qo'limizda kattagina zalimiz joylashgan. Zalimiz haqiqatan zo'r ekan. Razmerlari katta. Orqada ham kichkina hovlisi bor. Xo'p. Basseynga ham shu yerda orqadan o'tib ketiladi, mana shu zinadan. Tak, birinchi qavat uchun spalnyamiz. Razmerlari yaxshi. Tak. Kattagina shkaflari, konditsionerlar полностью встроенный qilingan. O'zining ichida alohida sanuzlar ham bor. Birinchi qavat uchun bu yerda hojatxonamiz joylashgan, mehmonlar uchun. Endi basseynga o'tamiz. Takoy noodatiy qilingan ekan. Mana o'tganimizda podolga tushib ketgan zinamiz. To'g'ri, katta uzunchoq koridor. Spa zonaga o'tib ketamiz. Spa zonamiz ham juda chiroyli chiqqan. Hammamizga nasib qilsin. Tak, turistik hammomlari ham bor, sanuzlar ichida hammasi. Bu yerda mana orqa hovlimizda kichkina chiroyli landshaftli zona qilingan. Bu ham полностью travertin toshdan qilingan. Uyimizda 6 ta spalnya, 5 ta spalnya bor. Tak, bitta zal, podvalimiz yaxlit qilingan, katta. Bu uyimiz sotilyapti. Mirzo Ulug'bek tumani Sevastopolskiyda bo'lyapti. Nikitina bilan Sevastopolskiy ko'chani orasida joylashgan. Narxi $1,800,000. Qiziqqanda telefon qilinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.